Pornografiya qaramligidan qanday qutulsa bo'ladi? Pornografiya bugun urchib ketdi. 10 yoshda ham pornografiya ko'rib, ko'z ochilib kelgan bolachalarimiz bor. 8 yoshda ko'rib qolyapti qizchalarimiz. Qo'lda telefon bor. Telefonni asrab bo'lmayapti. Endi pornografiyani qaramlik darajasi bor. Kimdir butun o'sha yilini pornografiya ko'rish bilan, o'zini o'zi qoniqtirish bilan o'tkazib yuboryapti. Hattoki 30 dan oshgan, 35 ga chiqayotgan yigitda yashirin onanizm bor. Uylanishni xohlamaydi. Bahonasi ayollardan, qizlardan qo'rqaman. Yo'q, kechirasan. Sen o'zingni o'zing qoniqtirib, maza qilib yashab o'rganib qolgansan. Sen hozir yoningda juft bo'lsa, u bilan yasha olmayman deb bahona qilyapsan. Buni psixiatr davolaydi. Psixolog korreksiya. O'ziga ishonchsizlikda. Yo'q, o'shanga moyillik va ko'nikib qolish. O'zi va telefon va pornografiya boshqa narsani ko'rmaydi u hayotida. Originalidan mobillik unga qulayroq. Yashang. Originali talab qiladi, uy-joy hisob talab qiladi, pul talab qiladi, boshqa talab qiladi. Bu jarayonda men bekorga boya gapirmadim. Ota-onalar bolalarning telefonini bir ko'rib qo'yinglar. Sizlarga ishonsa o'sha parolini yetsin, ko'rasizlar ichidagi archa bayramni.